Xitoy mashinalariga propan qo'yildi, har kim har qanday muammolarga tushdi. Chekonni biz mana shu sabr qildik-da. Masalan, necha yildan beri sabr qilyapmiz, shu maksimal darajada yaxshi o'rnashgan komplekt chiqdimi hozir? Yechim kerak bizga. Sizga yechim KME brendidan model 3 blogi. Bu qayerda ishlab chiqarilgan? Polshada ishlab chiqariladi. Bugungi kunda 7 blok deb aytishimiz mumkin. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda 7 blok deb aytishimiz mumkin. KME brendidan direct model 3 blogi. Любой brendni yirtadi. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha barcha Xitoy avtomobillari yoki Yevropa standarti bo'yicha Libloy kompaniyasining mashinasiga 100% tushadi. Qarang mana, biz nima qildik? 1 yil bu blokni ustida ishladik. Polshadan mutaxassislarni olib kelib, bitta xonaga qamadik ularni. Ularni oldiga bittadan mashina tashladik. Jetour, Cherry, Beston, Honji, Malibu XL, Equinox. Ular o'sha mashinalarning xarakteristikasini bu blokning ichiga kiritib berdi. Demak, bizda muammo bo'lmaydi, ya'ni ustalarda muammo bo'lmaydi. Bundan buyog'iga Libloy mashina oladi, kiradi, nastroykani to'g'ri tanlaydi. Bitta kalibrovka bilan yo bitta nastroykasini qiladi, hammasi zo'r bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu blokning ichida O'zbekiston bozoridagi hamma mashinalarning spiskasi nomi bilan kiritilgan. Gazi blok o'rnatganingizdan keyin, misol uchun Cherry'ga o'rnatdingiz, Cherry'ni tanlaysiz bo'ldi. Bu blok o'sha avtomobilga moslashadi. Benzin injektorlaridan ошибкалар, reka datchiklaridan ошибкалар, chek yonishlar, o'chib qolishlar, umuman unaqa muammolar bo'lmaydi. Ustalarga ham buni taklif qilamiz, maslahat beramiz, o'rnatinglar. Aka, sizga ham o'sha maslahat. Tamom og'a. Biz Xorazmdan kelyapmiz, hozir uchrashamiz. Mana Qarshida Toshkentdan keldik, og'am Xorazmdan keldi. Biz Qarshida Shokir aka servislarida uchrashib turibmiz. Like-ni bosasiz, maksimal darajada video tarqatishga yordam beradi. Sababi ko'pchilikda muammo bo'layotgan narsa o'sha yechimi topildi. Propan bo'yicha hech qanday muammo yo'q, GDI sistema bo'yicha.